Ipotekaga 3 xona uy qidirib yurganmidingiz? Unda bu videoni o'tkazib yubormang. Biz Chilonzor tumani 12-kvartalda joylashgan 3 xona 4 xonaga o'zgartirilgan uyimizni bugun birgalikda ko'rib chiqamiz. Ko'rib turganlaringiz uyimizning zal qismi, o'zini yumshoq mebellar va televizorlari bilan birgalikda. Bu yerda esa oshxonamiz o'rnini bolalar xonasiga o'zgartirilgan. Oshxonamizni esa balkonga ko'chirishgan. Oshxonamiz balkonimiz 1,5 ga 3 bo'lgan. Bu yerda esa kengaytirilgan balkonda oshxonamizni ko'rib turganlaringdek. Uyimizning umumiy maydoni 68 kvadratdan iborat. 4 qavatli binoning 3-qavatida joylashgan. Xonalarimiz alohida. Ko'rib turganlaringdek bu yerda kattalar yotoqxonasi, bu yerda ham o'zlaring dediklardagidek mebellar bilan jihozlashlaring mumkin. Bu yerda esa ikkinchi kattalar yotoqxonasi o'zini spalni va shkaflari bilan birgalikda. Ko'rib turganlaringdek 4 qavatli binoning 3-qavatida joylashgan ushbu uyimiz glavniy eshikdan kirib kelish va o'zining razdельный sanuzeli bor. Uyimizni mo'ljaliga keladigan bo'lsak, 12-kvartal Shirin chorrahada joylashgan ushbu uyimizda videoda ko'rgan barcha mebel va texnikalaring bilan birgalikda egalari tomonidan 79.500 AQSh dollar baholashmoqda. Agarda kimgadir ushbu uyimiz qiziq bo'lsa, uyimizni naqd va ipoteka orqali xarid qilishingiz mumkin.